Taxminan 2014-yilning oxirlari, 2015-yillarning boshi edi. Kontraktga pul kerak. Implantatsiyani bemor kelib qoldi implantatsiya bo'yicha va 3 ta implant qo'yish kerak. $250 gaplashdim, $750. Nima qilishni bilmayman. Kechasi bilan implantatsiya haqida videolarni ko'rdim. Ertalabki o'zim nastroy qildim, tayyorladim. Implantatsiya hali umuman qo'yib ko'rmagandim. U bemorga 3 ta implantni qatorasiga qo'ydim. Opamiz ham o'ziga nastoyniyani puli bor, yaxshi opa edi. O'zi ham ko'ngli ochiq inson edi. Birinchi operatsiyam juda ham zo'r o'tgan. O'shanda kechasi bilan uxlamasdan YouTube ko'rib, YouTube'da implantatsiya amaliyotlarini o'rganganman. Operatsiyani shunaqangi zo'r o'tgan. Bu operatsiya hali 12 yil, mana 11 yil bo'ldi, 12-yilga qarab ketyapmiz taxminan. Koronkalarni ham qo'yib berganman. Har doim xabarlashib turamiz. Haligacha koronkalari ham zo'r turibdi. Nima demoqchiman yoshlarga, agar siz nimanidir chin dildan xohlamoqchi bo'lsangiz, bunga erishmoqchi bo'lsangiz, har doim birinchisi zo'r chiqadi. Undan keyingilari esa tajriba orttirgan sari yengil va sifatli bo'lib boraveradi. Hurmatli yurtdoshlar, siz ham implant qo'ydirishdan aslo cho'chimang. Bugun Xorazmdan bir yaqinlarining tavsiyasi, singlisining tavsiyasi binoan yana bitta bemorimiz tashrif buyurgan. Asosan voha tomonlarda implantatsiya shu yomon oqibatlarga olib keladi degan xayol bor bularda. Aslo unaqa emas. Surxondaryoliklar bilib qo'yinglar. Qashqadaryo, Xorazm, Nukus, ya'ni Qoraqalpoq respublikalar bilib qo'yinglar. Hech qanaqa implantatsiya zararli odatlar yo'q. Qaytanga o'z sizni protezlaringizdan xolis etib, oqibatlarni 90%, 100% gacha pashti ta'mini his etib, maza qilib yashashingizga imkoniyat, sharoit yaratib beradi. O'zingizni ishingizni qaytarib beramiz. Biz Ideastonga kelsanglar yoki u yoqdagi stomatologlarga murojaat qilsanglar. Sizda qo'rquvlar yo'qmi? Yo'q. Biz boshladik. Bismillahirrohmanirrohim aytamizda biz boshlayveramiz. Qani ketdik. Siz qanday o'tdi xola? Yaxshi. Og'riqlar bo'lmadi? Yo'q. O'zingiz yoshingizda qangi yana keladiganlarga qanaqa Albatta tavsiya beraman. Qo'rqib keldim, Xorazmdan keldim. Dem yaxshi. Tavsiya qilaman hammaga. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.